Wow! Bunaqa hidi zo'r chiqyapti prям. Siz meni qachondan beri taniysiz? 2013-yilda Instagramimni ochgan bo'lsam, yaxshi tushunmasdim, lekin iloji boricha ijodimdan har xil ko'rinishlar qo'yib borishga harakat qilardim. Ijodda nima yangiliklar, qanaqa kliplarga tushdingiz Feruza, qanaqa kinolarga tushyapsiz degan gaplar bo'lardi. Mayda tuz solishim kerak edi, kattasidan sovuribman. 2021-yilga kelib esa men butunlay televideniyani tark etdim. Ya'ni serial, kino, klip, konsertlar, teatrlar hammasidan voz kechdim, chunki bunga sabab o'ranishim edi. Ro'mol o'rab, ya'ni mana shunaqa holatda televideniyada chiqa olmaymiz. 2021-yildan boshlab Instagramdagina faqat blogerlik faoliyatimni boshladim. Vine'lar, har xil qiziqarli, kulgili, kichkinagina bir voqeali narsalar qo'yishni boshladim. To'g'risini aytsam, judayam boshida tanqidlarga uchradim. O'ranganingdan keyin tinchgina uyda o'tirmaysanmi, bo'ldi tarki dunyo qilmaysanmi, nima bor Instagramga chiqaverib degan har xil fikrlar bo'ldi. Lekin men bularni bittasiga ham qaramasdan, o'zimni kursdoshlarimdan iborat komandamni ham yig'dim. Ya'ni qizlar bilan ayollarga tegishli bo'lgan mavzularni Vine'larda olib chiqishni boshladik. Bu orada men bilan Lalaku kompaniyasi yillik shartnoma tuzishdi. Shu joyda reklamni pauza qilmasam bo'lmaydi. Mahsulotni haqiqatdan juda ham sifatiga tan berganman. 100% havo o'tkazadigan, sizlarni komfortinglarni ta'minlab beradigan mahsulot. O'zimizning brend bo'lganligi uchun doim sizlarga tavsiya qilib kelaman, albatta ishlatinglar. Qizlar bilan qo'ygan Vine'larimiz sizlarga ham esinglardami? Ayniqsa Sasioni juda ham ko'pchilikni esida qolib ketgan. 2025-yilga kelib haj safariga ota-onam bilan ketdik. Ana o'sha haj safaridan keyin esa Vine'larni ham butunlay to'xtatdim. Haligacha ko'pchilik tushunishmaydi va savol berishadi. Qachon yana kinolarga chiqasiz? Qachon paxmoq serialiga chiqasiz? Yoki bo'lmasam qachon yana Vine'lar olasiz deb so'rashadi. Ayni damda Instagramda lifestyle, ya'ni o'zimni haqiqiy yashayotgan hayotimdan videolar qo'yib boraman. Tak, skrab tayyorlash zo'r ekan-ku, lekin mana bunaqa narsalar bo'lib ketar ekan. Men o'zimni ishlatadigan kremlarimni ham olib kelib oldim. Kofeni hidi kelyapti, lekin juda ham kuchli emas. Delna feromon atrim bor edi. Bu maslinniy juda ham hidi zo'r. Shundan ozgina qo'shib olaman. Вообще. Hozirgi kunda lifestyle bo'lishimga qaramasdan, yanada obunachilarim ko'payishda va meni yaxshi ko'rib, insonlar kuzatishda davom etishmoqda. Sizlarga alohida rahmat. Qo'limga yuvdim, shunaqa yumshoq bo'lib qoldi. Meni kuzatishda davom etinglar. Men sizlarga mana shunaqa foydali, endi bundan keyin har xil mahsulotlar, har xil taomlar pishirib ko'rsatishga harakat qilaman. Shuncha skrabim qolib ketdi, yeslicho. Bu juda ham qimmat, o'z qo'llarim bilan tayyorlaganman. Qaysi jo'mkaga berib yuboring, yozinglar.